Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda o'z raqamingizni boshqa shaxs nomiga onlayn o'tkazish mumkin bo'lishi haqidagi xabarni hamda 22-apreldan kuchga kiradigan ko'pchilik uchun juda muhim bo'lgan yangilikni ham e'tiborlaringizga havola etib o'tamiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni hamda ushbu video roligimizni ko'pchilik uchun manfaatli deb bilsangiz, bir dona like tugmachasini ham manzur ko'rsangiz bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda endi mobil raqamni boshqa shaxs nomiga onlayn o'tkazish mumkin. O'zbekistonda mobil raqamni boshqa shaxs nomiga my.gov.uz orqali o'tkazish mumkin bo'ldi. 22-apreldan kuchga kiradigan o'zgarishlarga ko'ra, endi bank va to'lov xizmatlari ilovalaridan foydalanishda telefon raqami karta egasiga rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Cheklovlar faqat yangi harakatlarda qo'llanadi. O'zbekistonda mobil raqamni boshqa shaxs nomiga onlayn o'tkazish mumkin bo'ldi. Bu haqda Raqamli texnologiyalar vazirligi xabar qildi. Buni my.gov.uz orqali amalga oshirish mumkin. Buning uchun telefon raqamini qayta rasmiylashtirish xizmatidan foydalaniladi. Xizmat narxi mobil aloqa operatorlarining belgilangan tariflarga muvofiq. Xizmat ko'rsatish muddati esa 1 kundan 5 kungacha tashkil etadi. Ilgari raqam egasini o'zgartirish uchun har ikki tomon aloqa operatori markaziga shaxsan borishi, navbat kutishi va hujjatlar imzolashi talab etilardi. Eslatib o'tamiz, 22-apreldan boshlab banklar, to'lov xizmatlari va to'lov tizimlari operatorlarining mobil ilovalaridan foydalanishda onlayn firibgarlikning oldini olish bo'yicha qo'shimcha choralar va talablarni joriy etiladi. Xususan, ilovalar telefon raqami karta egasiga rasmiylashtirilganini tekshirishi shart. Agar raqam boshqa shaxsga ro'yxatdan o'tkazilgan bo'lsa yoki foydalanuvchining jeshiriga mos kelmasa, tizim yangi qurilmadan foydalanganda operatsiyalarga, jumladan ilovaga kirish va onlayn to'lovlarga kirishni cheklaydi. Markaziy bankning gazetaga aniqlik kiritishicha, bu talab hammaga birdaniga ta'sir qilmaydi. Mavjud foydalanuvchilar ilovalardan odatdagidek foydalanishni davom ettirishlari mumkin. Cheklovlar yangi harakatlarda qo'llaniladi. Ro'yxatdan o'tish, ilovani qayta o'rnatish yoki kartani ulash. Shuningdek, telefon raqami yaqin qarindoshlari, jumladan ota-onasi, aka-ukalari, opa-singillari, turmush o'rtog'i yoki farzandlari nomiga rasmiylashtirilgan hollarda ham ilovadan foydalanishga ruxsat beriladi. Agar telefon raqami yoki bank kartasi foydalanuvchi bilan bog'liq bo'lmagan begona shaxsga ro'yxatdan o'tkazilgan bo'lsa, cheklovlar yuzaga kelishi mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: gazeta.uz sayti.